Gapirishga tilim bor. Lekin haqqim yo'q. Ay, shoshmaymiz. Gapirishimizga haqqimiz bor. Assalomu alaykum aziz do'stlar, hammaga xayrli oqshom. Sizlarga bugun bir ajoyib yangiligim bor. Ya'ni 18-aprel 2025-yil Aqua Crystal limonadlarimiz hammasiga halol sertifikatlar olindi. Mana halol sertifikatlarimiz, xudo xolasa, tegida hamma mahsulotlarimizni nomlari keltirib o'tilgan. Undan tashqari, kechaginda kvasni reklama qilganimda, halol mahsulot, hoji akalarimiz sevib iste'mol qiladigan mahsulot deganimda, kommentariyani o'qinglar, nimaga halol deysiz, sertifikati yo'q bo'lsa degan bir ko'p negativchi akalarimiz yozishgan edi. O'shalarga qarata, akalarim, joninglar sog' bo'lsin. Endi sizlar uchun tandirdan issiqqina chiqqan bir halol sertifikatimizni ko'rib qo'ysanglar bo'ladi. Endilikda 18-aprel 2025-yil, bugun ham 18 mana. Kvas mahsulotlarimizga, Aqua Crystal limonadlarini kvas mahsulotlariga ham halol sertifikatlarimiz bor o'sha. Endilikda mana sezon kelyapti-ku. Endilikda maza qilib bahramand bo'lsanglar bo'ladi negativchi akalarimiz. Ana endi haqiqiy hoji akalarimiz sevib iste'mol qiladigan mahsulotlarni ro'yxatiga kiritsanglar bo'lar endi akam. Yana ko'nglingiz ul bir narsa kelmasin, shunchaki so'radim-da.